Döşemizin devamı hürmetli vatandaş. Tayvan tuncu qatam Çisla 2022 yıl 8. ayının 31. günü. Tayvan tuncu qatam resmi o'q etib Jungo'nun odamsiz aeroplanını qo'llab chiqardi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Beijingning vaziyatni jiddiylashtirimasligi to'g'risida chaqiriq qildi. Mutaxassislar odatdan tashqari to'qinishning yuz berishidan ansirashga boshladi. Washington Tayvan harbiy tarafında ko'rsatdi. 8. ayının 30. günü ogohlantirish pisand qilmay, Jin men oralida cheklangan obod avvalligida uchib yurgan Jungo'ning bir dona odamsiz aeroplanini Tayvan taraf rasmiy o'q etib qo'llab chiqardi. Tayvan harbiy taraf Jungo odamsiz aeroplanning parokanchilik silishiga o'q etib ogohlantirish bergandan keyin Aqsaroyning bayonotchisi Jim Ferri haftaning 2. kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Tayvan bo'g'izi vaziyatidan ansiramdi deb qo'yilgan savolga qarata mundaq ko'rsatdi. Amerika bir Jungo siyosatiga asoslanib Tayvan bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirdi. Ham Beijing bilan aloqa qilishish yo'llarini saqlaydi. Amerika xalqaro qonunlar bo'yicha Tayvan bo'g'izidan o'tishni davomlashtirdi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilib, qaytgandan keyin Tayvan harbiy taraf 8. ayının 3. günü Jungo'ning 2 dona odamsiz aeroplanining Jinmen oralining havo tavalligida uchib yurganligini bayqadi. U chaqda yoritish bombasi etib Jungo'ning odamsiz aeroplanini qo'g'lab etgan edi. Shundan keyin Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi Jungo odamsiz aeroplanlarining bir qancha qatim parokanchilik salganligini xabar qildi. Jungo'ning bayonotchisi Javlijan haftaning 1. kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Men video filmni ko'rdim. Jungo'ning odamsiz aeroplani Jungo'ning havo tavalligida uchib yuribdi. Bu cho'chib ketadigan ish emas qoldi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi Javlijanning so'zlariga javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Jungo'da qadimiydan kelayotgan bir so'z bor. O'zi kelgan o'g'rini mehmon qilib chaqirmaymiz. Mayli do'qirib kelsin yoki qayerdan borib kelsin, Tayvan xalqi o'g'rini qarshi olmaydi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi yana mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi tahdid bilan kengaymichilik qilib, boshqa davlatlarni parokanda qilishni kundalik turmushga aylantirmoqchi bo'lib o'tadi.